Ink kompaniyasi biznes direktori Salaymat Karimov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Savollarni berishni boshlayman uzoq kuttirmasdan. Bugungi kunda o'zbek bozorida qanday ko'nikmalar talab etilyapti va ular sun'iy intellekt bilan bog'liqmi? 2026-yilga kelib va bundan keyin ham mehnat bozorida sun'iy intellektdan foydalana oladigan inson, ya'ni mutaxassis va foydalana olmaydigan mutaxassisga ajralib bo'ladi. Kasbdan qat'iy nazar bu tibbiyot, moliya, FMCG bo'lsin, ya'ni o'sha oziq-ovqat tarmoqlarini tarqatuv va boshqasi hammasida ma'lumotlarni izlashdan tortib ularni chiroyli ko'rsatib berishgacha bo'lgan muddatda bizada sun'iy intellekt bo'ladi va juda katta dialemmaga, o'shaligi katta bahslarga, katta bir muhokamalarga sabab bo'layotgan ish o'rnini yo'qotamizmi, ish o'rnimiz nima bo'ladi, ko'nikmamiz nima bo'ladi, shuncha mana oliy ta'limgacha bo'lgan muddatda olgan bilimlari nima bo'ladi? Sun'iy intellekt kelib bizdan joyimizni egallasa. Men bir 10 kun oldin Abu Dabida bo'lib keldim, xalqaro barqarorlik haftaligida. Katta ko'rgazmaning yarmi sun'iy intellektni rivojiga bag'ishlangan. O'zi bu maydonda energetika sammit ham o'tyapti, lekin juda ko'p texnologiyalar sun'iy intellekt bilan va odamlar bundan qo'rqmayapti. Ko'pchilik kompaniyalarni aynan kelgusidagi ishlari, aynan biznesni prognozlashtirishdan boshlab uni yangi o'sha servislarni implementatsiyasigacha bo'lgan va kutilayotgan foydasigacha mana shu sun'iy intellektni imkoniyatidan foydalanyapti. Men bugun mana shu sizlar podkastga kelishdan oldin raqam texnologiyalar vazirligida bo'ldim va vazir o'rinbosariga iltimos qildim, agar 2025-yilni yaxshi o'sha IT sun'iy intellektga bag'ishlangan taqdimotlaringizdan ozgina menga ulashsangiz, men podkastda ko'proq odamlarga yoyardim desam, Salay sen bitta narsani to'g'ri tushungin deyapti. Sun'iy intellektdan foydalanmasligingni men shu savoldan bilib olmayman. Agar sen sun'iy intellektga kirib turib savolni berganingda, allaqachon bu savolga javobni xohlasang dashboard ko'rinishida, xohlasang Word ko'rinishida, xohlasang oddiy rasm ko'rinishida ham olsang bo'lardi deb ozgina menga tanbeh sifat javob berdi va o'zimga kerakli xulosani oldimda. Shundoq gapidan joyida kirib turib ma'lumotni izlashim bilan menga bir qator bizga ma'lum va mashhur bo'lgan sun'iy intellekt platformalaridan yaxshi insightlarni oldim o'zim uchun. Ya'ni kelgusida ta'lim tizimi bo'lsin, tibbiyot bo'lsin, ishlab chiqarish bo'lsin, hamma joyda bu texnologiya bo'ladi va bekorga butun dunyo buning uchun katta investitsiyalar kiritmayapti. Milliardlab investitsiyalar aynan sun'iy intellektni rivoji uchun qo'yilyapti. Sal savoldan chetlashdik. Konkretlashamiz. Bugungi kunda, aynan bugun 26-yil yanvarda mehnat bozorida qanday ko'nikmalar talab etilyapti? Ko'nikmalar nima? 1, 2, 3, 4 sanab bering va ular sun'iy intellekt bilan bog'liqmi? Savol bermayman, davom ettirishingiz mumkin. Qarang, ko'nikmalar bu keling mana bunaqa qilaylik, ikkiga bo'lamiz. Qattiq va yumshoq ko'nikmalar deylik. Hammaga ma'lum va mashhur hard va soft skills deydi. Qattiq ko'nikma bu biza bilamiz, ta'limotdan, maktabda olingan ilmlar va boshqa. Endi yumshoq ko'nikmalar bu kommunikativ ko'nikmalar deb aytaman men buni. Ya'ni muloqotga kirisha olishish, muzokara olib borish san'ati, ya'ni o'zini fikrini bayon eta olishi, undan tashqari jamoada ishlash ko'nikmasi, tanqidni qabul qila olish ko'nikmasi, naiki o'zini ruhiy tomonlama ko'rsata oladigan xislatlari bo'lsa, bu hammasi yumshoq ko'nikmalar va bozorda, mehnat bozorida har qanaqa pozitsiyada, har qanaqa beriladigan vakansiyalarga birinchi qo'yiladigan talab mutaxassislik bo'ldi. Shu mutaxassisni egasimisiz yoki yo'q? Ikkinchi qo'yilgan talab bu aynan jamoada ishlay olish qobiliyati. Ya'ni yana bir marta o'sha oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, mag'lubiyatni ham, g'alabani ham o'ziniki emas, jamoaniki deb bilishi. Ko'pchilik odamlar men bilan bu borada
bahslashadi, ya'ni mag'lubiyat har qanaqa mag'lubiyatni jamoada o'ziniki deb bilsa, g'alabani hammaniki deb bilsin. Yo'q, unaqa emas. Chunki jamoaviy ishlay olmagan inson hech qachon bu narsaga to'xtala olmaydi. Va uchinchi jihati bu optimistik ruhiyat. Ya'ni sizni ko'zingizga har qanaqa chiroyli bino, har qanaqa go'zal jamoa ko'rinishi mumkin, lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladi, jamoaviy kelishilgan holatlarda o'ziga kerak bo'lgan xulosadan kelib chiqib harakat qilishga to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri qaror qabul qilishga to'g'ri kelib qoladi. Bizlar ham endi konsalting bilan shug'ullanamiz, 15 yillik, 16 yillik kompaniya. Haftasiga 30-35 mutaxassisni biz mehnat bozoridan qidirib tashkilotlarga tavsiya etamiz. Suhbat jarayonida shu narsaga e'tibor beraman. Mutaxassislarni o'zini sohasini bilishi yaxshi, lekin o'sha situatsion savollar bersak, qanaqa qaror qabul qilgan bo'larding va keyingi qadamlaring nima bo'lardi degan narsaga tasavvuri bo'lmaydi. Vaholanki u inson sohada ishlab qo'ygan va aytishi bo'yicha men oldin bunaqa narsaga yo duch kelmaganman yoki aytgisi kelmaydi. Qaysiki qo'rqadi, agar noto'g'ri yoki ular biza kutgan javob bera olmay qolsam, ishsiz qolmayman. Mayli podkast davomida bugungi kun 26-yildagi mehnat bozoridagi tendensiyalarni aytib o'taman. Nima bo'lyapti bugungi kunda va nima uchun ishni o'zgartirish kerak degan savolga ham javob berib o'taman. Siz 3 ta ko'nikmani sanab o'tdingiz. Jamoada ishlash, kommunikatsion ko'nikmalar va qarang, birinchi bu stressga qarang, mutaxassisligi bu eng katta talabi. Demak, hozirgi talab bu ma'lum bir mutaxassis bo'lish. Albatta, ya'ni 10 ta, 5 ta mutaxassisman deyish noto'g'ri. Aniq bitta mutaxassislikka egasi bo'lish. Ikkinchidan, kommunikatsion xislatlari bu juda muhim. Ya'ni uni fikrini ravon bayon eta olishi, jamoaga tez kirishib ketishi, har qanaqa vaziyatda demak jamoa bilan birga harakatlana olishi bu juda muhim xislatlar hisoblanadi. Undan tashqari situatsion vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, tez va to'g'ri qaror qabul qilish va mustaqil qaror qabul qilish va eng asosiysi qarorlariga, qabul qilgan qarorlariga personal javob berish. Tushundim. Mas'uliyat. Sanab o'tgan ko'nikmalaringiz sun'iy intellekt bilan bog'liq emas. Qisman ha, qisman yo'q. Chunki sun'iy intellektdan o'sha ko'nikmalarni qanaqa shakllantirishni so'rab o'rganib olsa bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri. Shu jihatdan. Lekin so'nggi ko'nikmangiz, ya'ni har xil situatsiyalarda, stress situatsiyalarida inson o'zi mustaqil ravishda yechim bera olish ko'nikmasini menimcha bu tajribaga bog'lash mumkin. Yosh mutaxassislar bunday ko'nikmaga ega emaslar. Yosh mutaxassislar misol uchun flexible deydi, haligi ko'nikuvchan, moslashuvchan bo'lishi mumkin. Kommunikativ, egiluvchan bo'lishi mumkin. Kommunikativ qandaydir bir ko'nikmalar rivojlangan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha aytib o'tganingizdek stress vaziyatlarida mustaqil qaror qabul qilish bu yoshlarga xos xislat emas. Bu faqat tajriba orqali keladigan. Shunday. Demak, bugungi kunda sun'iy intellektdan to'g'ridan to'g'ri ko'nikmalar talab etilmayapti asosiy kandidatlardan, to'g'rimi? Misol uchun prompt engineeringni bilish, hamma platformalardan foydalanish. Agar IT soha bizga chiqib turib mutaxassis talab etadigan bo'lsa, albatta sun'iy intellektni prompt engineeringdan tortib umuman o'sha IT ni A'sidan Y'sigacha bo'ladigan diapazonda unga yuklatiladigan vazifalardan kelib chiqib savollar qo'yiladi va shundan kelib chiqib situatsion vaziyatlar ham keltiriladi. Lekin mana marketingda masalan albatta sun'iy intellekt texnologiyadan foydalanmaydigan marketolog bugun hech kimga kerak emas. Chiroyli gaplarni gapira oladigan, nutqi ravon bo'lgan marketolog bugun kerak emas. Bugungi marketing bozorida raqamli marketing sun'iy intellekt bilan uyg'unlashgan marketingni talab etadilar va yaxshigina imkoniyatlar ham
yaratib beryaptilar. Ya'ni ayrim sohalarda bugungi kunda talab etilyapti sun'iy intellekt bilan integratsiyalashuvi. Qanchalik ish beruvchi unga tayyor. Masalan, AQShda, Yaponiyada, Koreyada, Yevropa davlatlarida tibbiyotda sun'iy intellekt bu yangilik emas, lekin O'zbekiston tibbiyot bozorida endi kirib kelyapti. Demak, masalan, bitta tibbiyot muassasasi bizga chiqib turib, menga neyro kardiolog yoki neyroxirurg topib berdi deydigan bo'lsa, birsa aytishi mumkin. Telemeditsinani, masofaviy meditsinani tushunadigan bo'lsa, men unga yana qo'shimcha bonuslar qilib berishim mumkin. Ikkinchi ish beruvchi aytadi, menga u narsa umuman qiziq emas, chunki yaqin 5 yilda men rejamda bu narsani kiritish yo'q deyishi mumkin. To'g'ri. Imkoniyatdan kelib chiqib. To'g'ri. Biz bugun ish o'rinlari, ko'nikmalar haqida gaplashyapmiz. Keyingi savolim, bugungi kunda davlat tashkilotlari tomonidan sun'iy intellekt mutaxassislari uchun ochiq ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlarni men saytdan topa olmadim. Shaxsan men. Balki sizda bu ma'lumot bordir. Biroq jamoamiz bilan IT Park tomonidan 2024-yilda taxminan 500 ga yaqin mutaxassislar ishga yollanishi va bugungi sanaga kelib esa LinkedIn tarmog'ida atigi 31 ta ochiq vakansiya borligini aniqladik. Bu sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan vakansiyalar. Endi davlat tashkilotlari haqida gapirar ekanmiz. Bugungi kunda har bitta davlat tashkilotida sun'iy intellekt bo'limi yoki mutaxassislari bo'lishi shart etib belgilanganmi? Davlat tizimlariga men chuqur to'xtala olmayman, chunki davlat sektorida ishlamayotganimga 4 yil bo'lyapti. Oldin men 10 yillar O'zbekiston temir yo'llarida ishladim, bir muddat transport vazirligida ishladim. Davlat sektorida bugun IT texnologiyani raqamlashtirishni oxirigacha yetkiza olmayotgan bir qator tuzilmalar hali ham bor. Orqada yurgan. Endi u sun'iy intellekt bu data engineeringda, ya'ni ma'lumotlar bilan ishlaydigan. Bu yerda bizning tasavvurimizda bo'lgan bir qanaqadir mexanizmli ishlamaydi. U ana 50-chi, 40-chi, 60-chi yilda dekadni shagovoy ATSlar bo'lardi. U bir bizning O'zbekistonimizda 80-yilda umrini o'tab bo'lgan. Ya'ni kimgadir qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, siz jismonan o'sha ATS yonida tursangiz, ovozini eshitardingiz. Sizga o'sha simmi narigi tomonda turgan abonentni topib berayotgan ovozlari. Lekin asli olganda bugun bu ishlamayapti. Ya'ni bugun ma'lumotlar markazi, katta ma'lumotlar markazi, data markazlar sun'iy intellektni o'zida idrokni o'zida jalb etgan bo'lsa, ma'lum bir algoritmlar orqali agar davlat tizimlari ma'lumotlarni uni o'qiydigan darajada yaratib bergan bo'lsa, ana u bizga ma'lumotlarni bekam-ko'z yetkazib beradi. Masalan, ikkinchi tomoni u ochiq bo'ladimi degan savol va hammaga qiziqarli bo'ladimi? Faqat qanaqadir hisobotlar uchun qo'yiladigan noaniq raqamlar nima deydi, bu yoqda o'tirgan foydalanuvchilarga unchalik qiziq bo'lmasligi uchun. O'shaning uchun sun'iy intellektni rivojlantirmoqchimizmi? Biza davlat tizimida albatta mutaxassislarni bu narsaga tayyorlash texnik texnologik jihatdan bunga e'tibor berish kerak. Masalan, bizning kompaniya o'rtacha har yili axborot kommunikatsiya texnologiyalari, litsenziyali dasturiy ta'minotlarni yengillashga va shunga o'xshash xarajatlarga o'rtacha hisobda $300,000 va undan ham sal yuqoriroq mablag' ajratamiz har yili. Vaholanki bizning kompaniyada 200 odam ishlaydi. O'zi shundoq ham jamlanmalarimiz eng zamonaviy, lekin shundoq bo'lsa ham kompaniya shu narsaga byudjet ajratadi. Va undan tashqari mana xodimlarni, masalan, o'zi biza shundoq ham mehnat bozorining eng yaxshi mutaxassislarni qayerdan qidirib topishni biladigan kompaniya ham yangi keladigan mutaxassislarga, yangi o'sha kasblar bilan uyg'unlashgan mutaxassislarga umumiy oylik maoshini oshirish bilan bog'liq bo'lgan byudjetni 10-20% dan ko'proq qo'yamiz. Odatiy 3-5% o'zi prognoz olinadi. Yillik inflyatsiyani hisobini olinadi har yili. Masalan, siz rahbarga kirib turib aytsangiz ham, aytmasangiz ham, rahbar avtomatik yil yakunlanib, yangi yil boshlanganda hammaga e'lon beradi yoki bo'lmasa uni o'sha nimasida elektron korishokida ko'rinadi, necha foizga uni maoshi oshgan. Lekin yangi mutaxassis biza jalb etmoqchi bo'lsak,
10-20% ga ustamani ko'paytirib qo'yamiz. Chunki mehnat bozori shunaqangi bugun talabgir va ochiq, yaxshi mutaxassisni bir kunda yo'qotib qo'yish ehtimoli juda yuqori. Agar siz tajribangiz, jamoada ishlash qobiliyatingiz va real natijalaringiz, raqamlaringiz bo'lsa. Shuning uchun bu savolga shunaqa javob beraman. Navbatdagi savolimiz, mana aytayapsiz, mehnat bozori haqida o'z fikrlaringiz bilan bo'lishdingiz. Siz o'zbek mehnat bozorini yaxshi tushunasiz. Shunaqa deb o'ylayman. Bugun tashkilotni HR, ya'ni kadrlar bo'limi deylik o'zbek tilida va boshqaruv kengashi texnik talablarni to'liq tushunmagan holda AI injenerlarini, ya'ni sun'iy intellekt injenerlarini ishga qabul qilishda qanday qilib xatoga yo'l qo'yib qo'ymasliklari mumkin? Nimalarga e'tibor berish kerak suhbat jarayonida? Chunki bilamiz, hozir har bitta tashkilotda sun'iy intellektni tushunadigan, ekspertizasi bor insonlar ishlaydi deb ayta olmaymiz yoki boshqachami? Endi yana bir marta aytaman, davlat tashkilotlariga biron narsa deyishim qiyin, Xususiy sektor haqida xususiy sektorda ishlayotganimiz uchun, mana misol 300 dan ortiq yirik ish beruvchilar bilan ishlaymiz O'zbekistonda. Ko'pchilik kompaniyalar kerak bo'lsa bizaga ham masalan aytmaydi-da, aniq qaysi platformada ishlashini, lekin bizaga talab qo'yayotgan payti, mana shu talablarga binoan menga mutaxassis topib berasan degan payti, albatta agar IT bilan bog'liq bo'lgan, sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan mutaxassis bizni qabul qilib oladigan bo'lsak, talabnomada ikkita, uchta platformani qo'yadi. Mana shu platformada ishlashi mukammal bilishi kerak deydi masalan. Gap ChatGPT haqida ketmayapti. Boshqa galaktikalar bor sun'iy intellektda. Lekin aynan o'sha nimasini, platformasini yoki umuman tushunmaydigan odamni bizni topmaydigan bo'lsak, taklif beramiz. Uzr, biz O'zbekiston mehnat bozorida buni hozircha topa olmayapmiz. Keyin yaxshisi yaqin qo'shni davlatlarimizdan qidirib ko'raylik. Agar senga shu yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ishing tez bitishini istasang, mana shu yaqin qo'shnilarimizdan qidirib ko'rsak, nima deysiz desa, buni imkoni bormi deb qo'yadi. Albatta buni imkoni bor. Buni bugun mehnat qonunchiligi imkoniyat yaratib beryapti. Ma'lum bir muddatga mehnat bozoriga tashqaridan ekspertlarni jalb qilish. O'zi eslasangiz 22-yilda juda katta boom bo'lgan. Mehnat bozorida yuqori malakali mutaxassislar ko'payib ketgan. SEO'lar, STO'lar, SEO'lar vobshe ko'payib ketgan. Juda ham ko'p bo'lib ketgan va natijada mahalliy yuqori malakali top management o'zini ishidan qoniqmay qoldi. Qaysiki ish beruvchisidan qoniqmay qoldi. Ishidan mamnun, lekin ish beruvchisi ekspertlarga ko'p e'tibor berdi va 23-24-yilda ko'pchiligi yana vatanlariga qaytib ketdi va boshqa o'sha 2-3 davlatdan tanlab o'tib ketgandan keyin ma'lum bir strategik geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda bugun O'zbekiston mehnat bozori ancha barqarorlashdi. Ayniqsa 25-yilda men bemalol ayta olaman, umuman oldin kuzatilmagan tendensiyalar salomatlik bilan, sog'liq saqlash bilan, fitness bilan, kosmetologiya bilan bog'liq bo'lgan vakansiyalar, kasblar, talablarga birinchidan vakansiyaning ko'pligi, ikkinchidan maoshi 10-20% ga ko'tarilgani. Bu nimadan dalolat? Birinchidan jamiyatda ancha-muncha rivojlanayotgani, o'sha Maslow piramidasidagi birinchi, ikkinchi ehtiyojlarni qondirib, endi bu yog'iga o'ziga e'tibor berar ekan, salomatligiga e'tibor beriladi degan tushunchadan kelib chiqamiz. Lekin 25-yilda IT soha egalarini maoshlari aytsam, agar kimdir bunga ishonadi, ishonmaydi, deyarli o'zgargani yo'q. Ular shundoq ham baland turibdi. O'rta median deydi, o'rta segmentatsiyadan baland bo'lgan bilan, lekin avtomobil biznesi bilan bog'liq bo'lgan, uy-joy biznesi bilan bog'liq bo'lgan, estetika bilan bog'liq bo'lgan kasblarni 40% gacha maoshlar ko'tarilganini ko'ramiz. IT soha egasi 3% ham ko'tarilgani yo'q. 3%. Tushunasizmi? Bu nima degani? Bu bugun bozor to'yindi. O'rta segmentdagi IT mutaxassislardan to'yindi. Lekin sun'iy intellekt bilan imkoniyati ega bo'lgan, sun'iy intellektni tushungan, ishlagan insonlarning bozori mutlaqo ochiq. Yana bir marta aytaman, agar xorijga borib turib, mana shu narsani o'rganib, o'qib keladigan bo'lsa, O'zbekiston bozorida ancha-muncha o'shaligi yakkashoq bo'ladigan startaplarni qilish imkoniyati bor. Men yaqinda bitta startapga ko'zim tushdi. Uydan chiqindilarni olib chiqib ketadigan.
xuddi kim o'sha taksi agregatoriga o'xshaydi. Har bitta inson qo'shnini chiqindisini shundoq ko'tarib pastga tushirib qo'yadigan bo'lsa, qanaqadir summa chiqarib beriladi. Bu kibrdan emas, hali katta bo'lib ketib, hattoki chiqindisini ham chiqarmaydigan bo'lib, unaqa emas. Shunga ehtiyoji bor odamlarni o'ylagan holda, homilador ayollar, yolg'iz ota-onalar va hokazo masalan, kasal bo'lib qoldi, oyog'i sinib qoldi, mazasi bo'lmay qoldi, chiqindini tashlash kerak. Ya'ni bilasizmi, yaqin 3 yilda o'sha startap 1 milliard dollarni bozorini oladi. Chunki men bu narsani tadqiqot qilib, o'sha o'zim atrofimdagilar bilan muhokama nima qilganimda, buni negizida sun'iy intellektda ishlaydigan texnologiya turibdi. Mana sizlarga startap. Keyin O'zbekistonda istardimki, sun'iy intellekt rivoji uchun ishlaydigan oliygoh alohida tashkil etilsa. Bizda juda ko'p IT bilan uyg'unlashgan oliygohlar bor. Masalan, IMT bor, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bor, INXA va hokazo. Lekin mana biz Birlashgan Arab Amirliklariga har yili boramiz. O'tda ofisimiz ham bor Dubayda masalan. Abu Dabida sun'iy intellekt universiteti bor. Faqat shu bilan shug'ullanadi va butun dunyoni kreativ yoshlariga, haligi iqtidorli yoshlariga o'qishini tekin qilib qo'ygan. Faqat birlamchi ularni talabi sinovlaridan o'tsa, yotar turarini tekin qilib qo'ygan, o'qishini tekin qilib qo'ygan. Nima uchun? Chunki biladi, ertaga bu yoshlar aynan shu bozor uchun xizmat qiladi. To'g'ri. To'g'ri. O'shaning uchun men istardim O'zbekistonda oliy ta'lim sohasi yoki bo'lmasam o'rta maxsus ta'lim sohasi yoki o'rta ta'lim sohasida faqat sun'iy intellekt bilan ishlaydigan yo'nalishni qilsa yutqizmaymiz. Keyingi savolim, mana hozir Abu Dabini misolida keltirib o'tdingiz va boshqa davlatlar ham bor, juda ham mana shu sun'iy intellekt nishasini egallayotgan. O'zbekiston mehnat bozori kelgusi 5 yilda sun'iy intellekt tufayli qanchalik o'zgaradi deb o'ylaysiz? Ya'ni siz uchun tanish bo'lgan proseslar qay darajada o'zgaradi deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt prognozlaylik bir. Sun'iy intellekt deganda ko'proq 18 plus 30 gacha bo'lgan diapazondagi mutaxassislarni ko'proq jalb qiladi bu soha. 2025-yili oliy ta'lim muassasalarini bitirgan yoshlarni umumiy soni 250 mingga yaqin edi. Biza so'rovnoma o'tkazganimizda 40 mingga yaqini rasmiy ishga joylasha olmadi. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, bu umumiy summani qariyb 15% ni tashkil etyapti. Demak, bugun u yoki bu sabablarga ko'ra oliygohlarni tugatayotgan yoshlarimiz mehnat bozorida o'zini topa olmayapti. Albatta ular ishsiz qoldi deyishdan yiroqdaman, chunki ular norasmiy sektordan ishlayotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bu ma'lumotlarni yana qaytadan tekshirib ko'rish kerak. Lekin biz bu tadqiqotlarni oktyabr oyida o'tkazganimizda 40 mingga yaqin yoshlarni, ya'ni bitiruvchi yoshlarni ish bilan, ya'ni rasmiy ish bilan ta'minlamayotgani bu bizani xavotirga soldi. Qaysiki aynan mehnat bozorini bugun talab etayotgan talabnomalari 4 yil oldin, 5 yil oldin oliygohlarga kirgan o'quvchilarni, talabalarni kutilmalarini bermayapti. Ya'ni kim bitta o'sha do'stimizga savol beruvdi menga bitta podkastda, birinchi yili kirganda men prezident bo'laman, ikkinchi yili o'qishda o'qiyotganda men vazir bo'laman, 3-yil o'qiyotganda hokim bo'laman va 4-kursga kelganda ish bormi aka deb haligi gapiradigan memlari bor dedi. Nima qilishimiz kerak? Men hozir mana o'zim yonimda har doim shogirdlarni olib yuraman. Talabalarga beradigan bitta tavsiyam bo'ladi. O'qishdan o'zingizni shaxsiy rivojlanishingiz uchun imkoniyat yaratinglar. Faqat o'qishga bog'lanib qolmanglar. Birinchi galda o'qishni, ya'ni kunni birinchi yarim o'qiydigan bo'lsanglar, o'qishni joyiga qo'yib turib, kunning ikkinchi yarimida u yoki bu kompaniyaga, agar bu moliyaviy texnologiyalar bilan ishlaydigan kompaniya, agar bu yuqori texnologik kompaniya bo'ladigan bo'lsa, agar bu transmilliy korporatsiya bo'ladigan bo'lsa, oylik bermasa ham borib malaka olinglar o'shatdi. 3 oymi, 3 yilmi, qancha agar imkoniyatingiz chidadigan holatda. Bu narsa ertaga sizlarni o'qishni bitirishingiz bilan mehnat bozorida talabingiz yuqori bo'ladi. Sizga bitta emas 10 ta offer keladi. Siz tanlaysiz, borsammi, bormasammi, xuddi qizlarimiz ham mo'chechakman nima qilib, borsammi, bormasammi qilib o'tiradigan payti keladi. Mashinga kelamiz. Yana bir marta aytaman, yaqin 5 yillikda O'zbekiston mehnat bozori
albatta barqaror bo'ladi. Chunki yangi quvvatlarning ochilishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, lekin agar o'zini oldiga maqsad qo'ymagan bo'lsa, mehnat bozorida yuqori malakali mutaxassis bo'laman deb maqsad qo'ymaydigan va ustida ishlamaydigan bo'lsa, sun'iy intellektni bilsa bilmasa u hech kimga kerak bo'lmaydi. Yana o'sha ma'ruzani boshida aytaman, mutaxassislik birinchi talab etiladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, marketingni rivojlantirmoqchi bo'lgan kompaniya tibbiyotda faoliyat yurg'izgan, tibbiyot sohasida ta'limotini olgan nima deydi haligi nomzodni ko'rib chiqmaydi hech qachon. Ming uni 1 milliontalik auditoriyasi bo'lmasa Instagramda men eng zo'r marketologman deb ovoza bermasin, natija qani? Unga kiritilgan $1 necha dollar qaytarib beradi kompaniyaga va qachon qaytarib beradi? Bu juda ham muhim narsa. Muhim. Juda muhim. Tajriba haqida gapirib o'tdingiz, bepulga borib ishlash kerak bo'lsa deb, men bu narsani tasdiqlayman, chunki o'zim ham institutni bitirganimdan so'ng 2-3 katta kompaniyalarda kerak bo'lsa 4 yillab bepul ishlagan paytlarim bo'lgan, lekin keyinchalik bu ko'nikmalar menga juda katta miqdordagi maoshni olib kelgan. Katta rahmat, qiziqarli va konkret g'oyalaringiz uchun. Salomat Karimov, rahmat. Rahmat Kamol xonim, men sizlarga jamoaga omad tilayman. Aynan mana shu podkastlar o'zbek segmentini, o'zbek yoshlarini, naiki butun dunyoda qaysi bir inson bo'lsin, o'zbek tilini tushunadigan mana shunaqa rukunlarni ko'paygani millatning rivojlanishiga, mehnat bozorining yaxshilanishiga olib keladi. Chunki millionlagan yoshlar buni ko'radi, o'ziga kerak bo'lgan axborotni oladi. Men masalan 4 yil oldin o'zimni kasbimni kardinal o'zgartirganim, sohada 2 diplomi bor odam, transport sohasida 10 yil ishlagan odam nima uchun biznes sohasiga o'tib ketdi degan savolga o'zim oldiga katta o'sha talabni qo'yganim, o'zgaruvchan bozorda o'zgaruvchan ko'nikmalarga ega bo'lish kerak. Ya'ni hozirni o'zida mana Dubayning xalqaro Halt International Business School'ga Executive MBA ga kirganim, scholarship olishimga men ishonchim bor edi, lekin bu narsani menga tez kelishini kutmagandim. Lekin bu narsaga hozirdan tayyorgarlik ko'ryapman. Ya'ni 60 ta talaba, butun dunyodan kelgan 60 ta biznesni tushungan, biznesda ishlagan odamlar birlashadi va transmilliy korporatsiyalar, Google'ga o'xshagan, Microsoftga o'xshagan, Tesla'ga o'xshagan kompaniyani biznes boshqaruv direktorlari bizga to'g'ridan-to'g'ri ta'limotni beradi. O'sha talablarga men javob beramanmi? Ularni to'lqinida yura olamanmi degan hozirdan men masalan maydan boshlanadi o'qishimizda. Hozirdan xavotirim bor va bugundan hozir shaxsiy transformatsiyani yana boshqatdan ko'rib chiqyapman. Shuning uchun meni kuzatayotgan, bizlarni kuzatayotgan naiki o'sha tomoshabinlar bo'lsa, bilinglar, mehnat bozori bugun o'ziga xos. Agar yaxshi mutaxassis bo'lsangizda, sohani haqiqiy bilimdoni bo'ladigan bo'lsangizda, sun'iy intellektni rivojlanish faqat sizning foydangizga. Hozircha gapim shu. Rahmat katta. Bugun biz sun'iy intellektga illyuziyalarsiz va qo'rquvsiz qarashga harakat qildik. Uning imkoniyatlari va xavflari, rivojlanish bilan javobgarlik o'rtasidagi chegara qayerdan o'tishini anglashga intildik. Biz huquqiy tartibga solish masalalarini muhokama qildik. Davlat tez sur'atlarda rivojlanayotgan texnologiyalarga qanday javob berishi kerakligi haqida ham fikr almashdik. Shuningdek, O'zbekistonda sun'iy intellektni joriy etish qaysi bosqichda ekanini strategiya va taqdimotlarsiz, balki infratuzilma, resurslar va amaliy misollar orqali ko'rib chiqdik. Alohida e'tibor inson omiliga qaratildi. Kadrlar tayyorlash, mehnat bozori va kelajak kasblariga. Chunki aslida sun'iy intellekt algoritmlar haqida emas, balki ularni yaratayotgan, qaror qabul qilayotgan va ular uchun javobgar bo'layotgan insonlar haqidadir. Bir narsa aniq, sun'iy intellekt insonni almashtirish uchun emas, uni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Bu kuchayish qanday bo'lishi esa texnologiyaning o'ziga emas, balki bugun shakllanayotgan qoidalar, muhit va tafakkurga bog'liq. Chuqur va xolis mulohazalar uchun mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va albatta sizga biz bilan birga qoling.